Mana biz hozir gisterektoskopiya operatsiyamizni o'tkazdik. Необычная patsientka, chunki bularda 2 yil oldin gisterektoskopiya bo'lgan, polip olingan ekan. 1 yil oldin o'zlarida Mirena spiral qo'yilgan для того, чтобы profilaktika qilish uchun. 3 oydan beri bularda CA125 baland chiqadi. Endometrioma kichkina razmerda 1-1,5 cm bo'lishiga qaramasdan CA125 onkomarker 200 dan baland chiqadi. Oldimga kelganlarida spiral umuman ko'ringani yo'q o'zida va matkani ichida juda ham katta gigantskiy polip aniqlandi 2,5-3 cm. Ularni biz operatsiyaga tayyorladik va bugun gisterektoskopiya operatsiyasiga oldik. Ekranda ko'rib turganingizdek, толстая сосудистая ножка, oyog'i juda ham qattiq, qalin va biz buni chiroyli qilib gisterektoskopda kesib oldik, gistologический analizga yubordik. Сразу intraoperaционно bularga Mirena spirali установиться qilindi для того, чтобы больше bunaqa holatlar qaytalanmasligi uchun retsidiv polip bermaydi.